Shu sabab bo'lib keyin уже o'zimga bo'lgan anaqani e'tibori oshirishga harakat qilgan edim. O'shaning uchun ham уже hozir xudoga shukr ugrilar to'xtagan. Главный ugri chiqishi уже absolyutно to'xtadi. Dimodokoz holati to'xtadi. Dimodokozda shunaqa darajada razрешение bo'lib ketgan edim. Meni yuzimda ugri toshishidan tashqari razрешение bor edi. Yuzimga qo'limni teqqiza olmaydigan darajaga kelib qolgan edim. Dimodokoz shunchalik kuchayib ketgan edi. Buni davolash uchun, buni yo'qotish uchun bor ilmlarimni, bilimlarimni hammasini sinadim va oxir oqibat bu narsadan qutuldim. Hozirgi kunda xudoga shukr, mana ko'ryapsizlar, hech qanaqa ugri holati, dimodokoz holati yo'q absolyutно va yuzim juda ham yaxshi va organizm glavnisi maza qilyapti. Настроением zo'r, ertalab turganimdan настроением ko'tarilgan. Ayniqsa marafonchilar bilan birga mana shu narsani bo'lisha olishimdan juda ham xursandman. O'shaning uchun bugun sizlarga polniy nimalar bo'lishini xudo xolisa gapiraman.